sizni hozir kutib olishga chiqmaganimda tanimasdim. Tanimasdingizmi? Men boshqa Zuhra Soliyevani qidirardim. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Uyingizchi? Qatta voy. Masaqqa borasiz. Quvnoq, dilkash va shaddodligi bilan tomoshabinlar e'tiboriga tushgan taniqli aktrisaning keyingi paytlarda hayoti ancha o'zgargan. Bu o'zgarishlar nafaqat tashqi qiyofasi, balki uning ichki holati bilan ham bog'liq. Hozirgi paytda qadrimga yetmaganlardan uzoqlashdim va buni to'g'ri qildim deb o'yladim. Oldingi xatoyim qadrimga bir kun emas bir kun yetar. Meni ham man uni qadriga yetganimni ko'ryapti-ku, bergan mehrimni ko'ryapti-ku, bir kun emas bir kun qadrimga yetar deb kutganimga juda afsuslanaman. Ketgan umrimga, baxtimga, mehrimga, hozir shu narsani kutmaganimga, shunaqa odamlardan uzoq bo'lganimdan juda xursandman. Va alaykum assalom yigitlar. Yaxshimisizlar? Tani joninglar sog'mi? Rahmat, yaxshimi? Zuhra Soliyeva Samarqandda tug'ilgan. Qahramonimizning oilasida 7 nafar farzand voyaga yetgan. Otasi qassob edi, onasi uy bekasi sifatida farzandlar tarbiyasini o'z zimmasiga olgandi. Hozirgi paytda Samarqandda hozir tanilgan bo'lsam ham Samarqandda Toyir qassobni qizi deb tanishadi, Zuhra Soliyeva emas. Dadam juda vijdonli, juda hamma narsani o'ylab, fikr qilib, ish tutib gapiradigan inson bo'lganlar. Onam ham oddiy ishchilar oilasidan bo'lganlar. Ismlari Sharofat. Umrlar uzoq bo'lsin. Faqat hayotlari bola tug'ish, katta qilish va dadam juda injiq bo'lganlar. Botinkalarini, iplarini o'tkazardilar, naskilarini dazmollab qo'yardilar. Ishga shunaqa qanaq qilib kuzatganlarini, ishdan qanaqa kutib olganlarini ko'rib, shu narsa bilan katta bo'lib, erga shunaqa qarash kerak ekan degan narsa qon-qonimizga singib ketgan. Kimdan bekinyapsiz? Dadasi? Maosh olishingiz kerak edi. Qani? Egizaklar Fotima va Zuhra oilaning to'ng'ich sifatida keyinchalik 3 ta uka, 2 ta singilga bosh bo'lishdi. Dadam xafa bo'lganlar, endi o'sha paytda birinchisi o'g'il bo'lish kerak degan narsa bo'lgan-ku. Dadam xafa bo'lganlar, ayam birinchisini qiz tug'ib berganlariga. Ayam deydilar, hatto raddomdan ham olib chiqmagan. O'sha rahmatli xolomlardir bizda. Qo'shnilar chiqqan, nima yordam kerak deb, shu darajalik qo'shnilar bir-biriga mehribon bo'lgan, shunaqa mehribon, rahmatli xolomlar bo'lganlar, o'sha ayamga yordam berib yonlarida bo'lgan. O'shalar olib chiqqan roddomda dadam qaramaganlar, bizga juda keyin ayam deydilar, qiz tug'ding deb shu darajalik xafa bo'lgan-ku, hatto sizlarni roddomdan olib kelganimda ham mani bundoq qaraydi dedilar. Men ko'chada ish qilsam, shundoq kelib bundoq qarab ketar ekanlarda, keyin meni ichkariga kirganimni eshitib, tap qilib o'zlari xonalariga kirib ketar ekanlar. Endi Xudoning ishini qarangki, birinchi qadamimiz dadam tomonga bo'lgan, yurib ketganimizda dadam ishdan kelganlar va birinchi gapimiz ham dada deb birinchi qadam bilan birinchi gapimiz yurib ketganimiz. Ana undan keyin dadam to o'lgunlaricha bizaga Fatma bilan gap yuqtirmaganlar, yomon gapirmaganlar, hatto ayam urushgan paytlarida qo'ymasdilar gapirishga. Bular egizak derdilar. Xudoning qahrini keltirma, Xudo kechirmaydi egizaklarni xafa qilsa deb, undan ham biz juda erka o'sganmiz. Lekin erkaligingiz baribir ota-onangiz uyida qolib ketar ekan. Mana musofir bo'lib yashadim. Musofir bo'lib yashaganda o'sha erkalikni his qildim. Keyin qarasam, o'ylab qarasam, chuqurroq erkalikni
o'sha otaning uyida qoldirib ketishing kerak ekan. Buni hayot deydilar. Qahramonimiz egizagi Fotima bilan yaqin do'st, sirdosh edi. Ular bir-birlariga suyanishardi. Bir-birlarini qo'llab-quvvatlashardi. Albatta ularni birgalikda boshdan kechirgan sarguzashtlari ham ko'p bo'lgan. Fotima menga qaraganda juda og'ir bosiq edi. Juda masalan men o'zimni qanchalik rahmdil deb bilsam, mendan bir 100 barobar rahmdil edi. U Fotima bo'lib ishlagan ishxonamga borsam, Fotima xarakterida ishlardim-da. Bunaqa kam gap bo'lib, o'zimni ishxonamda ishlasam o'zim bo'lib ishlardim. O'rtoqlarim, dugonalarim kelardi. Zuha deb kelardi. Jim, men bu ishxonada Fotimaman derdim. Keyin hatto anaqa bitiruv imtihonlarni ham Fotima uchun topshirganman. Bilmagan o'qituvchilarimiz "Baba ushlaymiz sizlarni" derdi. Ushlamasdi, shundoq ham ushlamadi. Fotima uchun ham topshirib chiqdim, o'zim uchun ham topshirib chiqdim. Mazza edi Fotimaga. Men kechasi bilan tayyorgarlik ko'rib, o'qib, yodlab, mana shunaqa qilardim. Hattoki yigitlar ham endi bo'ladi, yigit ketingizdan yuradi, o'shalarga ham ketimdan yurma, men sen bilan ko'rishmayman, ko'risha olmayman, uchrasha olmayman deyishga ham rahmi kelardi-da. Ki u yigitlar kelaverardi, sudralib kelaverardi. Ha desam, mana shunaqa bir qo'shni keldida, "Stol tagiga kir" dedim. Fotimani ishxonasida edimda. "Stol tagiga kir", stol tagiga kirdi. Men shunday turdim, Fotima stol tagida. "Maylimi 1 minutga" deb turdi. "Kelman, men senga tegmayman baribir" deb o'zim bo'lib gapirsam, "Sen Fotima", u egizagiligimizni bilmasdi-da. "Sen Fotima emassan" dedi. "Men Fotimaman, har kun kelib asabimga o'ynaganingda men shunaqa bo'lib ketdim, asabiy bo'lib ketdim" deb shunaqa deganman-da. U endi o'ziga ishongan bola edi. Vaqti kelib meni oyog'imga yiqilasan, senga uylanishimni so'rab deb. Agar meni o'rnimga Fotima o'zini o'rnida chiqsa edi, shu gapni o'sha yigit Fotimaga aytsa edi, Fotima yig'lardi. Dunyoda bitta erkak qolgan, shunga turmushga chiqishing kerak, bugun bo'lmasam o'lasan deganlarida o'limni tanlagan bo'lardim dedim. San emas deb qilsam, "Sen Fotima emassan" dedi. Keyin u ketganlar keyin "Fotima chiq stol tagidan, bo'ldi, boshdan kelmaydi" dedi. Siz ana qizga uylanmoqchimisiz? Qaysi? Ana turibdi. Bu qizgami? Ha, uylanaman. ha. Unga o'zing taqasizmi? Uzukmi? Ha, Taqiymi? ha. Xo'p, Menga taqaman. o'zi bering. Men Beraman, o'zing xo'p. taqmaganman-da. Xo'p, bo'ladi, beraman. Mas qo'limga ham o'zing taqa, Xo'p, xo'p. Mana shu qiziq hayotda, qiziq birga o'sib, birga nafas olib, bitta qorindan talashib chiqqaningizni 25 yoshda paq qilib yo'qotsangiz, ana bundan og'ir narsa bo'lmas ekan. Meni yig'latgan, hayotimda ko'p yig'latgan narsa faqat shu. Fotima desam ko'zimga yosh keladi, chunki dardim eski bo'lgani yo'q. Undan keyin qancha dardlar ko'rdim, qancha mana shunaqa yig'latadigan voqealar ko'rdim. Qancha qalbimni og'ritadigan narsalar bo'ldi. Hammasiga ko'nikdim, unutganni unutdim. Unutilgan kunlarim ham bo'ldim, lekin Fotimasiz kunimga haligacha mana 25 yil bo'lgan bo'lsa, o'lganiga haligacha kechadek bo'lgan deb bilaman. Maktabni tugatgandan keyin dadam san'at oliygohiga uzoqqa qo'ymayman Toshkentga deganlaridan keyin biz 2 yil uydan chiqmaganmiz. Fotima bilan dadamga achchiq qilib, keyin Samarqand televiziyasi ochildi. Endi qiziqishimiz bor-ku. Eqqa bordik, ishladik. Keyin ichki ishlardan ham ishladim. Fotima ham ishladi. Keyin oxirida ikkinchi poliklinika bor edi bizda. Shu poliklinikada
oilaviy poliklinikada ishladim. Oilaviy poliklinikada Nodir aka Vahobovichni qo'lida ishladim. Hozir bularni nimaga aytib o'tyapman? Chunki Toshkentga kelishimga ham ularni hissalari katta. Chunki Fotima o'lganiga hali atigi 3 oy bo'lgan edi xolos, 3 oy 4 oy bo'lgan edi. Men hali stressdan chiqmagan edim. Fotima tushimga kiraverdi-da, chunki o'lishdan oldin anaqa va'da ber, men uchun ham san'atga yo'l qadam qo'yasan, oliygohga kirasan, men armonda o'tib ketmaydi dedi. Xo'p dedimda, lekin kelish niyatim ham yo'q edi. Ki tushimga kiraverdi. Tushimga kirsam Nodir aka, mana shunaqa tushimga kiryapti. Bor, kirsan kirasan, senda bor dedilar. Yo'q, juda ham kollektivim yaxshi ko'rardim, ishimni juda yaxshi ko'rgan edim. Yo'q, men ishdan chiqmayman. Mayli, men senga mehnat ta'tili beraman. Bor, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rib o'qishga kir. Kirmasang yana kelasan ishga dedilar, lekin men kirib ketdim. Bu nima qilganingiz? U ketdi. Ey xudo, tinchlik bormi? Yana boshlandi. Hay, eshitdingizmi? U ketdi u. Kim ketdi? Adaptatsiya qilishim juda qiyin bo'ldi. Har shanba, yakshanba, juma kuni, shanba, yakshanba Samarqandga qatnab ketardim. Uyga borib o'qimayman. Menga qiziqmasdirdim. Umuman o'rganishim juda qiyin bo'ldi. O'zi bo'lsa undan oldin Toshkentga yoshligimizda kelganmiz, Said opam uylarda yashab Toshkentni juda sevardik. Toshkentda yashashni orzu qilganmiz. Lekin Fotimasiz menga Toshkentni ham hayotda qizig'i qolmagan edi. Keyin ustozim Minavara opa Abdullayeva yo o'qishing kerak deb meni o'qishga qiziqtirib, ko'proq e'tibor berib, Zuhra uni qiling, Zuhra buni qiling, unga chiqing, bunga chiqing deb mana shu adaptatsiya qilishimga, yaxshiroq joylashishimga juda katta hissa qo'shganlar Minora opam. Va Said opamning o'gitlari, endi orqaga yo'l yo'q, yuzingni yorug' qilishing kerak. O'qishda ham, qarindoshlarimizni oldida ham, qolaversa meni ham jiyani o'qiyapti, kim bo'ldi degan narsa menga ham kerak, meni sha'nimga ham yaxshi gaplar orttirishing kerak degan o'gitlari o'sha adaptatsiya bo'lgan. Bu o'zim juda qiyin bo'lgan menga adaptatsiya qilish. Qahramonimiz talabalik paytidayoq O'zbek Milliy akademik drama teatriga borib ijodiy jarayonlarga aralashib turdi. Ommaviy sahnalarda qatnasha boshladi. Teatr uni ruhiy yolg'izlikdan qutqarib qoldi. U keyin ham hayotini sevgan teatr ichida o'tishini xohlagan edi. Biroq o'zi juda mas'uliyat his qiladigan insonman. O'zim maqtasam ham mayli deyman hozir. To'g'risini aytayapman. Mas'uliyatim ishga nisbatan juda kuchli. Juda o'sha bo'lmasam, o'sha paytda pulim bo'lmasdi yo'lkuraga. Hozirgi novza o'sha yerdan bu nima Milliy teatrgacha yayov kelardim. Etiklarimni tegib teshigida bunaqa sovuqda sovuq qotardi oyog'im. O'qilam, men o'zimni ko'rsatishim kerak, kech qolmasligim kerak, ichga bormasdan qolmasligim kerak deb shuncha yil, 8 yil oyliksiz 200-300 pulga ishlab, natijada kelinlar qo'zg'olonida bor, Nigoraning gapi. O'ylab qarasam, chuchvarani xom sanabman. Xuddi shunaqa bo'ldi. Mendan keyin kelganlar kirdi shtatga. Mendan 5 yil kelganlar bittada kirib ketdi, u men kirmadim. Kelaya. Keling somsaga. O'zimni somsam chiqib turibdi.
Zuhra Soliyeva ishtirok etgan aksariyat filmlar tomoshabinlarga yaxshi tanish, lekin u keyingi paytlarda ekranlarda kamnamo bo'lib qolgan. Xo'sh, aktrisa ijod bilan bog'liq bo'shliqni nimalar bilan to'ldiryapti ekan? Til o'rganyapman, o'qiyapman. Keyin o'zimni anaqa psixologiyani o'rganyapman. Keyin hozirgi paytda o'sha qayerga chaqirsa o'sha yoqqa boryapman. Bormagan paytda o'zimni ustimda ishlab psixologiyani o'rganyapman. Hattoki ikkinchi mutaxassislik bo'yicha o'qishga kirishni ham reja qilib qo'ydim. Bizni ish nima bo'ldi? Voy, hal qildik. Voy, rasmlab qo'ydik. Yaxshi bo'pti. Hal bo'ldi. Ertagayoq uyga kelib ko'radigan bo'lishdi. Manzilimizni ham berib keldi. Voy. Voy o'lay. Ha? Hay. Hay, avtomatrda bostirib kelib qolsa-chi? Voy, vahima qilmang. Litsenziyasini ko'rdik, bor ekan, hammasi joyida. Qahramonimiz o'z vaqtida baxt umidida oila qurgandi, biroq bu qo'rg'on omonat bo'lib chiqdi. Hozir aytsam kuladi, turmush o'rtog'im bilan internet tarmog'i orqali tanishganmiz. O'zi o'sha paytda internet tarmog'i endi chiqqan edi, Odnoklassnik. 2-3 yozardi, endi rasm qo'yasiz. Keyin hammasini yozganini o'qirdik. Endi dugonalar, yaqinlar ko'rib, mana buniki bu yaxshi yozyapti, bu yaxshi yozmayapti deb o'sha Nasiba jiyanim bilan ko'rib, "Men bunga javob yoz" degan. O'sha bo'lajak turmush o'rtog'imga bu chiroyli yozyapti. Endi hozir chiroyli yozganlarga, gapirganlarga ishonma degan narsa hozir paydo bo'ldi. O'sha paytda ishonganda biz. Yozib, o'qilib, keyin uylanaman deganiga xursand bo'lganman. Chunki yoshim 30 dan oshgan edi. Ana xursand bo'lganman uylanaman desa. Hozir endi uylanaman desa xursand bo'lmayman. Hozir yolg'izligimni bilib hamma sizga uylanaman deb yozadi, xursand bo'ladi deb. Shuning uchun iltimos bu narsadan o'tib ketdim. O'sha erim birinchi uylanaman deganda xursand bo'lib tekkanim yetadi deyman. Shunaqa qilib uylanaman desa, unaqa sevgi, muhabbat bo'lmagan, to'g'ri yuragimga yoqqan gaplari, o'sha menga bergan e'tiborlari, gaplari yoqqan yuragimga uylanaman deganda bu yoshda uylanaman deganlar kam, farzandli bo'lib olay deb turmushga chiqqanman. O'laman sattor sensiz yasholmayman, unaqa sevgi bo'lmagan. Farg'onada edi, borib kelib yurdik, gaplashdik, o'qildik. Keyin onalari sovchilikka keldi. Keyin to'y bo'lib ketdi. Men unaqa o'rganish, ishim ko'p edi, ko'p ko'rishmasdim, o'qimasdim. Meni fikrim faqat farzandli bo'lib olay vaqti o'tmasdan deganman xolos. Boshqa narsa qiziq, unga yaxshiroq e'tibor bermabman. O'sha paytda aytadiki, surishtirish kerak deb. Endi surishtirmabman. O'sha olyapti ekan deb xursand bo'lib, menga uylanaman deganlar bor. Bilsam, uylanaman deganlar qancha ekan. Birinchidan, bunaqa uylangandan ko'ra uylanmagan ma'qul. Bunaqa turmushga chiqqandan ko'ra turmushga chiqmaganim ma'qul deb oxiram shunaqa devordim-ku, yana men senga oq ko'ylak kiygizdim deb boshimga qo'ygan. Sen bilan oq ko'ylak kiyganimdan ko'ra hozirgi sen bilan yashagan holatimni oq kafan kiyganim ma'qul deydigan darajaga olib keldi-da. 4 yilda 4 sekund ham ko'rmadim. Men ayollik baxti nima ekanligini, sevilish qanaqa bo'ladi ekanligini men umuman bilmayman, bilasizmi? Men tan olaman. Men ham, честно говоря, birovni yaxshi ko'rgim kelyapti. Senga o'xshab. Chin yurakdan. Men odam bo'lmadim, Zabar. Bu yurishimni qara. Shu ham hayot bo'ldimi? Bir tiyin. Buni hammasi bir tiyin. Bu hayot emas, o'rtoq. Bu hayot emas. Bo'ldi, qiz. O'zingni bos. Senga havasim kelyapti.
Ro'paramizdagi aktrisa hayoti davomida bir necha bor qarorlar qabul qilishga to'g'ri kelgan albatta. Tashqi ko'rinishdagi o'ziga yarasha o'zgarishlar sababi ham aslida uning yana bir muhim qarori bilan bog'liq bo'ldi. Odam biladi, o'zidan o'tgan o'zi biladi, Xudo biladi deb. Oxirgi paytda sekin asta orqaga ketganimni sezdim. Boshida charchabman deb o'yladim. O'zini qarayapmanmi deb o'yladim. Keyin qarasam, mazzam qochayotgan ekan. Ana shu narsani o'ylab oxir sekin asta kun orqaga ketib bu ketishda o'lib qolganimni aniq bilganimdan keyingina bu narsaga qaror qildim. Chunki ko'plar aytdi ham, hozir endi bunaqa bo'lib, gavdali bo'lib ijod qilgansan, ijodingga ta'sir qiladi. U narsa ko'zimga ko'rinmadi. O'rtada yo tirik qolaman yo o'laman, shu narsa turgan edi. Tirik qolishni tanladim. Qolgan hech narsa qiziqtirmadi. Mana shu. Va to'g'ri yo'l tanlaganimdan juda ham xursandman. Juda ham xursandman. Baribir sog'lom tirik bo'lib yashashni zavqi boshqacha ekan hayotda. Faqat topganing doriga ketib, dorixonaga ketib, ertalab uyg'onib, o'tim og'riyapti, betim og'riyapti, borib doktorga borib, endi mana bu yog'ingizni tekshiring, endi mana bu yog'ingizni tekshiring degandan yomon narsa yo'q ekan. Hozir unaqa emasman, ko'z tegman. Organizmi hech narsa bezovta qilmaydi, hech narsa o'qimaydi, xuddi balki o'shaning uchun yosharib ketgan, yosharyapsan deyishayotgandir. Hech nima bezovta qilmaydi. Hech qat'iy og'rimay, og'riganini o'ylamasangiz, avtomatik tarzda bu narsa ko'rinar ekan, ko'rinishingizdan deb bilaman. Ana u do'konchani olasizmi deb chiqdim. Voy, nima qilaman u do'koningizni? Kimga kerak uy joy solyapman? Voy, Suydiqxon, ana shu hech kim mensimagan joyda baraka bor o'rgilay. Ha, baraka bor. Qalbimni nimadir, kimdir, qaysidir gap, qaysidir qiliq og'risa, lekin aksariyat holda o'zim bilan gaplashaman. Bilaman uni natijasi yo'q, uni kimgadir qanaqaligimni tushuntira olmay qolsam yo tuhmatga qolsam, bilaman men uchun nimaga unaqa qilyapsan, bu unaqa emas, men bunaqa bo'lgan asli degan odamim yo'q lekin bu narsani o'zgartirish bir o'zimni qo'limdan kelmasa ham shu narsadan chiqib ketay, ichimda olib yurmay, bu narsa meni kasal qilmasin deb uyda o'zimdan o'zim gapiraman. Lekin yo'q unaqa odam. Dağlara için bir ovoz, do'st bilmez, soz bilmez, naz bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Nedir bu o'tmishim, kechmishim? Yot bilmez, yor bilmez, xor bilmez. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. U yashil umrima qamalgan, ul baxmal gullarmu yig'lari. U yashil umrima qamalgan, ul baxmal gullarmu yig'lari.